ko'rsatuvimiz davom etadi. Domla, mana shogirdlar haqida qisqacha to'xtalib o'tdingiz. Albatta bir paytlar siz ham shogird bo'lgansiz. Demak, ustozlarni ham bir esga olish kerak. Albatta. Kengroq shogirdlar haqida qolib ketgan so'zlaringiz bo'lsa, ular bilan davom ettirib ustozlar haqida ham to'xtalsangiz bo'ladi. Shogirdlarimda yana mana Faxriddin Madanov degan shogirdim bor. Mana hozir uning progress nimasida o'zi nomzodini qo'ydi deputat bo'lib, qolaversa o'zi Narimon qishloq hukumatida deputat bo'lib turibdi. Bu o'quvchimdan ham juda xursandman. Qolaversa endi qo'yam shogirdlar ham ko'p. Endi o'sha maktabga borganimdan keyin menga ustozlik qiladigan odam, lekin bir narsani aytib o'tishim kerak ustozlar haqida. 76-yil o'sha maktabga bordim. Menga Jamoliddin aka Teshaboyev degan direktor qo'liga bordim. Bu domla ham o'zi o'sha mahallalarda 45-50lar orasida ekan. Juda harakatchan odam ekan. Va kirdik, harakat qilib, endi yangi maktab sport zalga kirdik. Kirsa sport zalida ichida hech bir basketbol nimalari ham, voleybol hech narsasi yo'q, quruq bir joy ekan. Yangi qurilganmi? Yangi maktab qurilgan, lekin o'shalarga uspet qilmasdan sentyabr oyi boshlanibda topshirib yuborganda. Shunday ekan, shuni siz o'nglaysiz dedi. Endi men qanday qilishim kerak? Endi o'nglaysiz. Basketbol shit qurishimiz kerak, voleybolni qo'yishimiz kerak. O'ylanib o'tirib, yine ustozim rahmatlik Nurali To'chi aka degan hozir Chingiz Aytmatov avvalgi Narimon maktab bo'lgan. Shu domlani oldiga bordim. Domla manaqa bo'ldi. To'g'ri, biz ham endi o'qiyotgan paytimizda sport sarjini degan fan kirgan. O'zi biz nima qilganimizda standart edi. Hozir bu 18 ga 9 gimnastika zali ekan. Desam, sen dedi tezda dedi, kekin dedi. Maktabga bordim. Ko'ryapsan-a dedi, To'rdavol dedi. Mana nima turibdi dedi. Moncha santimetrlik hozirda qilasan, muammo armaturdan qilasan, shuni o'rnatasan, bizga o'rnatasan. Nihoyatda buning orasida texnika xavfsizligiga bir rioya qilasan. O'ylandim, shuni harakat qilib o'quvchilarim bilan birga edi, o'shalarda qildik. Voleybol nimasini ham qo'ydik. Undan keyin endi harakat qilyapman. Endi natija qilishimiz kerak. Bu yerga o'sha mahallalarda juda sayz vaqtda endi harakat qilaman desangiz, paxta mahal boshlanib ketardi. Unda endi yana shug'ullantiraman desangiz, yagana deb shunga ketardi. O'sha paytlarda meni juda ham shu fanni ham qiziqtirish uchun mana Parsiz qishlog'idan Abdurazak Rayev degan Qirg'iziston ma'rifat a'lochisi degan o'qituvchi bor. Juda kuchli o'qituvchi edi. Borsam, uka dedi, bo'pti dedi. Sen dedi, kelib dars o'tib berasan dedi. Endi ularning boshqa maktabga borib dars o'tishim kerak endi. Kirchi dedim. Qanday sen dedi, oliygohni bitirib kelding. Shu yerda ham bo'pti deb bitta sinfga kiraman shekilli deb yaxshi ham so'mkaga formulalarni olgandim. Sen hozir dedi 9-sinfga dedi basketbol darsini o't dedi. Lekin ag'ay dedim, Kanisbek yo'q, mana dars dedi, Kanisbekingni hozir dedi yozasan dedi, 15 minut 20 minut ichida yozasan dedi. Keyin 45 minut darsga kirasan dedi. Darsga kirib kelyapsam, o'sha mahalda maktab direktori bor, zovchi bor, borinki bir 10 ta o'qituvchi meni kuzatdi-da. 9-sinfda darsni o'tdim, qarab turib, endi kamchiliklar bo'ladi bu yerda ham dedi. Xudo xolasa sendan dedi yaxshi o'qituvchi chiqadi dedi-da. Men nihoyatda shu odamga harakat qildim. Undan keyin borinki haftasi demasa 2 haftada bir marta komandama bordim. Sabab bizni maktab yangi degan so'zi 15 parcha soat Cho'lpa maktabida o'qigan bolalar ekan. Qanday u mahal Cho'lpa maktabda juda ko'p bola endi. 1700-1800 ta bola bor. Men bular endi borib harakat qilsa ham endi balkim nima qilganmanmi? Olib borib o'sha yerda borsam juda kuchli komanda ekan. Meni bolalarimni ham basketboldan, qizlarimni ham yutkazib qo'ydim. Olib keldim, qaytdim bo'pti deb. Yana uning orasida lekin voleyboldan o'sha
Cho'lpon maktabiga keldi. Kelib bizni maktabga kelib endi trenirovka o'tdim. Bolalarni qattiqroq teppan shekilli edi. Endi yoshlik qilib. Shundalik maktab direktori Jamoliddin akam Teshaboyev rahmatli. Uka, siz hozir bular so'kmang bu. 8-9 sinflarda. Siz mana 6-sinf so'kasiz. Bularni o'zining hosili. Bu hosil bulardiki. Bu 9. Siz mana 6-sinfdan shu tarbiyalaysiz. Deb shu yo'llarni ham shu rahmatli chiroyli o'tdi. Yana bir esimda qoladigan narsa shu konspekt yozamiz. Zavodda o'rniga shu tekshirib qopti-da. Shunda keldi. Mana konspektni qo'ysam oldiga qarab turib, "Kecha nima ish bo'ldi?" dedi. Hayron bo'ldim. Kecha trenirovka o'tdim soat 8 gacha. Desam, "Boring, darsga kirmaysiz" dedi. Hayron bo'ldim. Eshikka chiqib o'ylanib turib, u mahallarda juda qattiq izvestiya gazeta turnirlari bo'lardi, hokkey bo'lardi. Ko'rganman soat 11da ko'rganman. Hech qachon esimdan chiqarmayman. Ester Shvetsiya. Shu mahalda 2-1 ga Ester yutgan. Shart orqam qaytib kirdim-da. Jamoliddin aka, kecha dedim, "Bu mahalda" dedim. Hokkey bo'ldi. Izvestiya sovrini uchun Ester 2-1 ga yutdi desam, "Shart qo'yib boring, enchi ketavering" dedi. To'xtang dedi. Shularni ko'rmagunizcha siz o'qituvchi bo'lmaysiz. Demak, ma'lumotlardan olib turasiz televizorlardan. Bir yo'lda to'pni orqasida yursangiz bo'lmaydi. Shuning uchun shu o'zingizni ko'rgazmaringizni oshirish kerak shu deb turib, shu domlalarni hech qachon gapirmayman. Demak, ustozlar har bir o'sha o'qituvchilikda sir sinovatlarini sizga o'rgatgan har bir katta o'qituvchilar siz ustoz deb bilasiz. Albatta. O'sha har bir ma'lumotga ega bo'lish degan xususda yana bir savol beray. O'qituvchilar o'quvchilarga kutilmagan savollar berib qo'yadi. Endi bunga ba'zan bir javob berishga ham bir qiynalib qolasan. To'g'ri. deb eshitganman o'qituvchilardan. Bundan 10-20 yil, boringki o'sha 30 yil burungi o'quvchilarga beradigan savollar bilan hozirgi o'quvchilarga beradigan savollarda bir farq bormi? Bir ong o'zgarganmi? Albatta. Hozirgi bolalarimizda juda katta o'zgarish katta. Sabab boya aytib o'tib ketdik. Bu yerda mana kompyuterlar ko'ryapti-da bolalar. Shunday o'qituvchilarga savollar beradi, o'qituvchilar o'ylanib qoladi. Shuning uchun o'qituvchilar ham ko'proq tayyorlanish kerak-da. O'quvchilarga shu bilim berish uchun ko'proq tayyorlanish kerak. Ana shundaki, lekin asha o'quvchini bergan savollardan tez chiqib ketish kerak-da. Chorasida. Shuning uchun bu mahalda ham bolalarga savol berardi. Endi ko'proq shu o'qituvchilarda harakat qilib, mana endi internetlarga kirishyapti. Shularda nima qilsa, ashunda endi o'quvchini oldida o'qituvchini obro'yi katta bo'ladi. Yaxshi, men hozir shu haqda ham bir savol beray. O'qituvchini mensimaslik, teng aytishishlik, hurmatini joyiga qo'ymaydigan o'quvchilar afsuski baribir topiladi-da maktablarda. O'qituvchi nufuzini oshirish uchun nimalar yetishmaydi? Bir ota-onalar ham ishlash kerakmi yoki o'qituvchilar bir qattiq bir tartib nizomda bir qabul qilish kerakmi deyman-da. Maktabda shunaqa qattiq tartib nizom bo'lish kerakmi deyman. Endi to'g'ri gapiryapsiz. Birinchi hozirgi paytda, bozor iqtisodiy paytda ko'p ota-onalar chet ellarga ishlagani ketib qolyapti-da. Hali bolalar katta bo'lsini qo'lida, bo'lmasa xolasini qo'lida, boshqalarda yuribdi-da. Endi kelib turib maktabga keladi, kelgandan keyin o'qituvchining asabini buzgisi keladi. Lekin o'qituvchi nihoyat chidamli bo'lish kerak. U sen mana sen makka ushlab olish kerak emas. Shuning uchun o'zimizni avvalga psixologiya faoliyatlar deymiz. Shularni bilgan holatda shu o'qituvchi harakatini qilsa, bolani ashuni yaxshiroq ushlaydi. Demak, o'qituvchilar psixologiyasini kuchaytirish kerak. Kuchaytirish kerak. Har bir o'quvchini qalbidan joy ola olish kerak. Albatta, joy olish kerak qalbidan. U shunday o'quvchilar bor. Ularni guruhga bo'lib olish kerak. Bitta o'quvchiga bitta gap yetadi, ikkinchi gap oshchalik qiladi. Bitta o'quvchiga 3 ta gap kamlik qilib qolishi mumkin. Shuning uchun bularni o'zini guruhlarga bo'lib turib o'qituvchi o'zi bilib olish kerak. Men mana bola qanday o'qitish kerak? Sinfda misol 25 ta o'quvchi oladigan bo'lsa, qarash kerak. Nimaga sen o'qituvchisan? O'quvchi bilish kerak. Hammasini bir nimadan o'tkazish kerak emas. Bilaydi. Qarab, ularning muomalasiga qarab turib, etap qarab turib, misol uchun bir o'quvchi matematik bo'lmaydi-ku. To'g'rimi?
ikkinchi o'quvchiga fizik bo'lmaydi. Shuning uchun har bir fan o'ziga men hammasini men bilim beraman deyish kerak emas. Meni hozirgi paytlarda. Shuning uchun shu o'quvchi nega qiziqmay qoladi-da. Ota-onalarning roli qanday? Ota-onalar ham bir ozgina bir bolasini qattiqroq bir teb, uni bir ilm olishiga bir harakat qilish kerak. Bizda to'g'risi aksincha bo'lib qoldi-da. Maktabdan birorta bir meni o'qituvchim yo mana deb so'kdi, yo mana deb urishdi desa, sen o'zing yomonsan demaydi-da. O'qituvchini yomonlashga tushadi va vaqti kelsa shu borib shu o'qituvchini bir ta'zirini berib qo'ysa bir humordan chiqadi-da. Shunaqalar ham bor afsuski. Albatta. Ota-ona ham teng harakat qilish kerakmikin deyman bolani tarbiyasida, ta'limida. To'g'ri gapiryapsiz. Bitta voqeani aytib beray. Mayli. Men rahbarlik paytimda bir yosh o'spirin bola kirib keldi, o'qituvching qani? O'qituvching qani? deb baqirib keldi. Endi bizda erkak o'qituvchilar uchun men to'polon bo'lyaptiki, xonamdan chiqdim. Chiqsam kattagina bola 30lardan oshib 35larga borgan. Bekishchi dedim. Qarasam osmonga ergayapti. Kel, o'tirchi, o'tir. Xo'p. Assalomu alaykum. Desam hali bola g'alatiroq bo'lib ketdi. O'g'ling necha sinfda o'qiydi uka? Desam, ularni bilmayman dedi. Ha sen nechinchi sinfda o'qiganingni bilmasam nima o'qituvchi kelding sen? Qani aychi? Sen o'qituvchini o'quv o'zingni bolangni kundaligini sen tekshirdingmi? Bir haftada nechta baho olyapti? Yo'q, ha bo'lmasa qarada shuni. Sen avval o'qituvchiga nima qilmasdan, o'g'lingni necha sinfda o'qiysan bolam? Nima sababdan? Sababini bilish kerak. Shuning uchun ketdi-da, shuning uchun ko'proq bu yerda o'zimiz aytyapmiz, o'qituvchining roli ham bo'lish kerak. Hali ota-onalar beparvolik qilib qolyapti-da. Hali men aytib ketdim, ko'proq chet elga ishlagan ketyapti-da. Shuning uchun katabini qo'lda qolyapti. Lekin katabi qo'lga qo'ygan hali avvalgi odamlar, hali katta yoshdagi hali onalar, otalar o'qituvchiga yig'lab kelsa, o'qituvchidan ular uni qilmaydi. Ayb o'zingdasan deydi. Keyingi yoshlarimiz nima bo'lyapti? Biz aytmoqchi, to'g'ri bortir o'qituvchini baqir chaqirsa, bu o'qituvchini obro' qoladi bu yerda. To'g'ri. Shuning uchun o'shalar ham shu harakat qilish kerak. Yana bir narsaga men juda achinib ketyapman hozir. 9-sinfdan keyin o'qitmay qo'yadi bolalarni. Ko'proq. Masalan, bizning maktabda ikkitadan sinf chiqsa, 50 ta o'quvchi chiqadigan bo'lsa, bitta sinf bo'lib qolyapti-da. 30 ta o'quvchi bo'lib qolyapti, 20 ta o'quvchi ketyapti. Ishlash kerak. Yo'q, bolani o'zi huquqi ham bor-da. Huquq bor. Kompensasiya berdi, ishlab chiqqan bu yerlarda. O'zini qarash kerakmiz kerak shuni. Shuning uchun harakat qilib, o'sha bolalarda o'qitsa, o'rta ma'lumotli bo'lsa, juda yaxshi bo'ladi. Ayniqsa qizlarimiz. Men yana bir nimamda o'qituvchilik faoliyatimda bir o'quvchimizni 8-sinfni bitirib, u mahal 8 yillik bo'ladi, 8-9 yillik. O'qishga 10-sinf, 9-sinfga o'qishga nima qilmadi. Uyga bordi, bir sinf rahbari bechora yuring domla deb bordik. Kirsak, o'qitim, aytdimki, "Yo'q, opajon, xo'p do'ring, o'qisin." Qara endi. O'qishga keldi, 10-sinfda o'qidi. Bitirdi. Bitirib, taqir taqozasi bilan hali qiz oliygohda ishlaydigan o'qituvchining qo'liga tushib qoldi. Kelin bo'ldi. Kelin bo'ldi. Haligi rahmat shu kuyov ham. O'qitdi 5 yil. Mana hozir nomini aytmayman, shu o'qituvchi hozir o'qituvchi bo'lib ishlayapti, shu o'quvchi, mana hozir endi bo'lib ishlayapti. Ota-onasi buni o'qishiga umuman yo'q, mana shu biz borib sababchi bo'lib, shu bordik, qo'ying taqdir taqozasi bilan. Shuning uchun bizning qizlarimiz ham ko'proq shu demoqchimanki, o'rta ma'lumotli qilib qo'ysa, yo'q deganda hech bo'lmasa 3 oylik kurslarda o'qib qo'ysa, ana shunday biron uyga borsa ham bemalol turadi. Hozir juda qaynonalar, ayniqsa qaynota emas, qaynonalari juda ortiqcha anaqa. Yaxshi. Endi mavzudan tashqari bir savol beray. Kulgi umrni uzaytiradi deyiladi. Shifokorlar bemorlarga kulib turing deb o'zlari tavsiya berishayotgan so'nggi paytlarda. Keling, hozir e'tiboringizga bir kulgi sahifani havola qilsak, birgalikda tomosha qilamiz. Bola, nima yomg'ir yog'masa ham zont tutib turibsan. Bugun olganimga bir hafta bo'ldi. Yomg'ir yog'ishini kutib o'tiraman men. Hazrashmang, men postda turibman.
Hazillashmang, men yomonman. Hazillashavering. Endi siz yomonsiz. Malish aka, men nimani o'ylayotganimni bilasizmi? Nimani o'ylayotganingizni juda yaxshi bilaman. Uyatsiz! Aziz do'stlar, endigi navbat butun dunyoda o'zining g'azallari bilan xizmat ko'rsatgan shoir, ajoyib g'azal ustasi G'azalvich Tutuniga marhamat. Men shoirman, yozaman g'azal. G'azalim o'qib tuzalar kasal. Vareniyadan yaxshidir asal. Kirilov yozardi masal. Eng katta mashina samosoval. Qopiyani qarang. Meni g'azallarim o'g'irlamang do'stlarim. Undan ko'ra shiling mayli postlarim. To'xtamay oqar ko'zdan yoshlarim. G'azallarimga men nalog to'ladim. Bog'da bulbul sayraydi, odam hammomda yayraydi. Sho'rva qozonda qaynaydi, it idishini yalaydi. G'azal. Meni g'azallarim o'g'irlamang do'stlarim. G'azallarim hofizlarga bermayman. Men o'zimman, ichimman shabnam. Menga kuyma ey shoir xotam, mahallada dam kondir otam. Xolodilnik buzilsa netay, Rossiyaga biznesga ketay. Finishga men birinchi yetay. Ruxsat bering aziz do'stlarim. Dard qara dardni. Rubobga tanbur simin qo'ymaydi. Shoirlikda birov menga yetmaydi. Ammam qo'yni boshini yemaydi. Shu g'azaldan so'ng shoir kamaydi. Mana domla, O'shlik qiziqchi Shuhrat Azimov xandalaridan tomosha qildik. Juda ham yaxshi ishlangan. Juda yaxshi. Bir ozgina bir kayfiyatlar ko'tarildi. Endi yana ko'rsatuvimizga oid, bugungi mavzuga oid savollar bera boshlasam, siz oddiy jismoniy tarbiya o'qituvchisi sifatida ish boshlab, direktorlik lavozimigacha ko'tarilgansiz va ma'lum bir vaqt bu lavozimda ishlab turib, so'ng yana oddiy jismoniy tarbiya o'qituvchisilikka o'tib oldingiz Ibn Sino maktabida. O'sha o'tgan vaqt davrda siz rahbarlikni qanday bir mas'uliyatlarni his qildingiz? Hozirgi davrda, mening davrimda ham bu rahbarlik juda og'ir kasb. Nechta o'sha yerdagi maktabimizda nechta o'qituvchi, texnobatlar bo'lsa javob berishingiz kerak edi. Mana o'sha yerda nima qildik, harakat qildik. Borib 2006-yili Ibn Sino maktabida direktor bo'ldim. Sovushlarimiz bor. Muhammadjon, Ra'noxon Muhammadjon bilan Yo'lchiyeva, To'xtorova deganlarimiz bilan. O'sha paytlarda juda qiyin ishlar bo'ldi-da. Juda ortiqcha kitoblar yetishmaslik bo'lib qoldi. Buning uchun ham yana yugur bo'ldik. Har bir narsalarda tashkiliy ishlar yana yugurchilik bo'ldi. Shularda juda qiyinchilik bo'ldi. Qiyinchilik nima qildik, harakat qildik. O'sha nimalarni ham unchalik o'zimiz aytmoqchi bo'lgan shogirdlar singari shular bilan birgalikda juda ishladik. Shu mahallarda o'qituvchilarimiz ham harakat qildi. Olimpiadalar,
Boringki, juda rahbarlik o'ta qiyinda. O'sha qiyinchiliklarni yenga oldingizmi? Yengib turib keyin keyin o'tkazib berdingizmi? Yo'q, to'ppa-to'g'ri aytyapsiz. Yengdim. Harakat qildim. Shu mahallalarda oxirgi paytlarda o'zim jicha sog'ligim tufayli jicha nima qildim? Ishdan o'z arizamdan bo'shadim, sabab sog'lik vrach sizga mumkin emas deb qoldi. O'shanda ham keyin o'zim keyin shogirdimni Yo'lchiyorani Hamajonovani taklif qilib direktor lavozimiga. Shunda bizni заведующий rayoni Nazarov og'ay nima sababdan aytdim, yo'q, men imkoniyat bo'lmadi. Iloji yo'q, sog'lik to'g'ri kelmayapti. Kechirasiz. Deganda shu ashunda aytib qoldiki, shu boshqa odam topasizmi deganda shunday sraz aytdim. Mana Mahamajonov opa o'zimiz nima qilamiz, harakatini qilamiz. Hokazo qo'yingki, keyin shogirdlarim olib keldi. Men hozirgi misol uchun Ranoxon Lochiyevadan xursandman. O'zim ulg'ay olmagan narsalarimni mana hozir qildim. Bu ham bo'lsa misol uchun bir kun shunday xursand bo'ldimki, bultir yilda. Domla bir yangilik bo'ldi. Bitta organizatsiya bilan shu proyekt yozib harakat qilyapmiz. Sport planshetkani o'g'lon olamizmi deb qoldi. Avgust oyida O'zbekistonda paytim yugurib uchrashaylik dedim. Albatta, harakatingizni qiling dedim. Mana sport planshet chiroyli sport planshetkani qildik. Domla yerlarimiz yomon bo'lib ketdi, ishlar qilishimiz kerak. Planshetka emas, hattoki o'zimiz yo'l yo'lakaylarimiz hamma yo'llarimizni shu shogirdimdan juda xursandman. Sabab shu ishlarda yetkazib berdi-da. Qolaversa undan keyin o'quv bo'limi mudiri Mamiraxon, tarbiya zoch Gulnoraxon Hakima. Qolaversa yana bitta endi bolalarimiz bilan juda ashmahanda ishlagan, hozir paytda ham ishlayotgan Sohibaxon degan o'qituvchilarimiz bor. Bari men qoldirgan ishlarni bular bajardi-da. Yaxshi. O'qituvchilar o'rtasida jamoadagi bir-biriga bo'lgan munosabat albatta o'qituvchini bir psixologiyasiga ta'sir etsa kerak va o'quvchiga bir ta'lim berishda bir muhim rol o'ynasa kerak-da. Shu nima deydi? Do'stona, bir-biri bilan do'st bo'lib ketgan kollektivdan yaxshi o'quvchilar chiqsa kerak-a? Albatta. Bizda misol uchun mana hisobda bizda hozir aytmoqchi 3 erkak kishi domlalar bormiz. Qo'yan bari ayol kishi. Men shunaqa kollektivimdan xursandman. Kollektivim inoq. Birorta bir ish qiladigan bo'lsa, semina o'tkazadigan bo'lsa, darrov ishni bo'lib qo'yadi-da anaqa. Maosh qiladi, birpasda o'tadi. Mana misol uchun sentyabr oyida qirg'iz tillar kuni bo'ldi. Juda chiroyli bo'ldi-da, shu ilindim haqiqatan intimodan o'shto'dan kelib qolsa bo'lardi dedik. Shunaqa qirg'iz tili o'qituvchilarimiz Soliva bilan Latifa o'qituvchilarimiz inoqli darajasida birpasda qilib berdi. Ko'rsin, juda chiroyli qildi. Shuning uchun bizning kollektivimiz juda inoq. Juda yaxshi. Domla, endi vaqtimiz qisqa qolyapti. Bo'sh vaqtlarda nima bilan shug'ullanasiz? Shu haqida ham ozgina gapirasiz. Albatta. Men bo'sh paytimda birinchi o'quvchilarim bilan ko'proq shug'ullanaman. Krujovlar olib boraman. Masalan, hozir futbol krujovi olib boraman, basketbol krujovi, to'qqizkor krujovi. Mana endi ko'proq hali to'xtalib ketishim kerak, yana shogirdlarimdan shu futboldan mana 2 marta, 3 marta bo'ldi. Bishkekdagi musobaqada oblastga qatnashdi. Biz maktabimiz yana rayon emas, oblastga har yili men yordamchi trener bo'lib boraman. Biz o'quvchilarimiz ham boradi. Shunga bo'sh paytlarim ko'proq shu krujov bilan nima qilaman. Endi shu undan tashqari o'zim ozgina dekonchilik bor, chorvachilik, uyda shular bilan shug'ullanib turaman. O'qituvchini oilasida muammosi bo'lmasa, darsda o'zini xotirjam his qilib, o'quvchilarga bir yaxshi ta'lim beradi-da. Shunday ekan, oilangiz haqida ham qisqacha to'xtalasiz. Albatta. Men oilamda 2 o'g'il, 2 qizim bor. 8 ta nevaram bor. Oilamiz inoq. Bir-birimizni bir-birimizni qarab turib, hammamiz juda intibokli darajada yashaymiz. Xudoga ming qilib shukr. Mana hozir nevaramni oldi 11 sinfda o'qiydi. U ham bo'lsa hozir futbol krujovida bor, o'ynaydi. Qo'yan qizlarimiz ham bor, bolalarimiz ham bor.
hammasi yaxshi deb o'ylaymiz inoq. Yaxshi. Bizga ajratilgan vaqt afsuski oz qolyapti. Qisqa bir o'zingizni bir tomoshabinlarga, bugungi bayram munosabati bilan hamkasblarga o'zingiz bir tabriklaringizni yetkazib qo'yish imkoni bor. Mana kamera. Albatta. Men avvalambor Qirg'iziston Respublika barcha o'qituvchilarni chin qalbimdan tabriklayman. Shu og'ir o'qituvchilar nimasini kunlarini eslab, yaxshi hammasiga tinchlik, salomatlik tilayman. Rahmat sizga. Sizga ham bugungi bayramingiz bilan muborakbod etamiz. Salomat bo'ling. Vaqt ajratib kelib bergansiz. Sizga katta rahmat. Qadrli ustoz murabbiylar, zahmatli va sharafli kasb egalari. Sizlarga uzoq umr, tana, sihatlik tilaymiz. O'quvchilarga ta'lim berishlik mashaqqatli va shu bilan birgalikda zavqli ishingizda omadlari yor bo'lsin deb bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Sizlar bilan yana Munavvar kun dasturida diydor uchrashlik nasib etsin deya, xayr, salomat bo'ling.